Yaqinlar biz metroda yaqinlarimiz bilan shunaqa o'yin o'ynamoqchimiz. Mana shu ikkita raqamni topgan odamga 50 ming so'm shuni berib yuboramiz. Qani go. Qani topib ko'ringlar, 1 dan 50 gacha son aytib tashlanglar. Mana shu songa to'g'ri keladigan bo'lsa, men sizlarga berib yuboraman. Shu son chiqquncha o'ynaymiz. Necha? 17. Yo'q. 26. Voy bittada topdilar lekin 26 edi. Gap bo'lishi mumkin. Mana shu ikkita raqamni topgan odamga 50 ming so'm berib yuboramiz. Topinglar 1 dan 50 gacha. Son aytaveringlar. Shunda 50 ming so'm olasiz. 16 mi? 16 emas. 30 emas, necha edi? Aytaveringlar. 8. Yo'q. 15. Yo'q, necha? Yo'q. Son aytinglar, son ishda. Yo'q. Yo'q. 28. Yo'q. Shuna berib yuboraman, son aytinglar bo'ldi. Yo'q. 57. Yo'q. Yo'q. Yo'q, 61 emas. 1 dan 50 gacha. Yo'q, 40 emas. 23 emas. Yo'q. Yo'q. 18. Yo'q. Yo'q. Prosta son aytinglar, 1 dan 50 gacha. Yo'q. Yo'q. 13. Yo'q. Yo'q. 25. Yo'q. 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 Bitta farq o'tib ketdinglar hozir. Borib bitta son farqi. Yo'q. 30. Yo'q. 48. Yo'q. 28. Yo'q. Qani go, son aytaveringlar, bo'ldi prosta. Yo'q, 1 dan 50 gacha. Yo'q. Yo'q. O gap bo'lishi mumkin emas. Anaqa topildi. 34 raqam edi, okamizga 50 ming so'm. Qalay, bola o'ynayaptimi? O'ynamasa zo'rmi? Addushi charchamanglar, yaqinlar shu videoga like bosasizlar, metroda yuradigan o'rtog'inglarga jo'natib tashlaysiz. Sizlar uchun harakatdamiz, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Go.